Ota-onam ajrashib ketishdi. Do'stlarim mendan yuz o'girdi. Sevgilimdan esa hayratdim. Hatto maktabdan haydalishimga ham bir daqiqa qoldi. Bularning hammasiga esa o'zim aybdorman. Onam to'g'ri aytardi. Beqarorligim, hech bir foydasiz kibr havoyim, janjalkashligim boshimga yetdi shekilli. Bir kuni boshingni yeydi shu janjalkashlik. Sen bola qachon odam bo'lasan-a? O'ting. Oldimga tush. Qani kir uyga. Nimaga urasan biron bolasini? Gavdasini ko'ryapsanmi uni? Agar urib biror joyini mayib qilib qo'ysang, nima qilamanman? Menga qara, o'tirchi. O'zingni bosib ol. Mana. Ey bola, qachongacha o'zingdan kattalarga qo'l ko'tarasan-a? Katta bo'lsa 2 yosh katta. Men nafsoniyatimga tekkanlarni ayab o'tirmayman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Nima deb nafsoniyatingga tegdi? Qani gapirchi? Dadamni gapirdi. Dadasi yo'q, yetim dedi. Sen yetim emassan. Otang bor seni. Qanimda bo'lmasa dadam. Qayerda? Axir bilasan-ku, nima qilasan so'rab. Hammasi jonimga tegdi. Ertadan boshlab umuman maktabga bormayman. Shundoq ham bormaysan. Ta'til boshlandi. Men umuman bormayman. 9ni bitirdim. Endi menga hech kim xo'ja emas. Bekorlarni 5tasini aytibsan. O'qimayman o'sha maktabingizda. Agar o'qiyotgan bo'lsam, ana Vodirga o'xshaganlarga boshqasini ham buzib tashlayman, tushunyapsizmi? O buzgich, o'zingni bosib ol. Men bilan gaplashganingda telefoningni yig'ishtirib qo'y. Agar bu maktabga bormasang, boshqa maktabda o'qiysan. Ko'chamizmi? Yo'q, ko'chmaymiz. Temurbeklar degan maktab o'sha yerda o'qiysan. U qanaqa maktab? Senga o'xshagan, kuchi ko'payib ketganlarni tarbiyalaydigan maktab. U yerdan harbiy bo'lib chiqasan, xuddi bobongga o'xshab. Ey, men boshqa Menga qara. Ertadan hujjat yig'ishni boshlaymiz. Tushunarlimi? Kamolov, senda harbiy bo'laman degan fikr qachon tug'ildi o'zi? O'zi bu yerga kelmoqchi emasdi. Kimdir seni majbur qildimi? Onam. Onam aytishlaricha bobom harbiy bo'lgan ekan. Juda yaxshi. Sen o'zi bobong bilan ko'rishganmisan? Gaplashganmisan? Kalta bo'lib ketib qolmasin tag'in. Kaltaroq qilmasak bo'lmaydi. Baribir qaytarib olishadi. Harbiy maktabga shunaqa olinadi-da. O'zi ham rosa o'stirgan ekansiz-da sochi. Qimirlamang. Menga qarab. Yoqmasa pulingni olmaysan. Tushundingmi? Yoqadi, xavotir olmang. Amir Temur bobomiz haqida qanchalik bilasiz? Amir Temur yer yuzini yarimda egallab olgan. Keyin esa cho'loq bo'lgan. Xullas, bobomiz yorib olgan. Kamolov, sen ko'chada emassan. To'g'ri gapir. Bu ikkinchi qavatimiz. Hamma diqqat bilan e'tibor bersin. Bu eshikda fizika laboratoriyasi joylashgan. Laboratoriya jihozlari ombori ham shu tarafda joylashgan. Bu tarafda esa kimyo laboratoriyasi va qolaversa shu bilim yurtimizni mo'jazgina muzeyi joylashgan. Hozir hammamiz avval ximiya laboratoriyasini ko'ramiz. Undan so'ng esa mo'jazgina muzeyimizni tomosha qilamiz. Bu yerda xonalar juda ham ko'p, har bir xonaga kirib chiqish uchun asboda harakat qilmasak ulgura olmaymiz. Tushunarlimi? Bir vaqt ko'rib chiqamiz. Qani ketdik, yuringlar.